Bugün 3. günü safarimizning, ziyoratgahimizning nasib bo'lsa, mana shu Zamzam suvining yerdan qaynab chiqqan joyini ziyorat qilib turibmiz. Mana shu 7 marta aylanib tavob qilinadi. Bugün mana otajonim Xoltiray Moshir boboga hoji badal qilib mana shu marosimni o'tkazib turgan joyimiz. Hammani men nimaga chaqiraman? Kelib Baytul Boqni ko'rib, hajni ko'rib, Ka'batullohni ko'rsin. Dunyoni bir marta aylanib ko'rsin. Ana dunyoni mana shu yerda ekanligini men amin bo'ldim. Hammaga sog'lik, hammaning umrlari uzoq bo'lib mana Baytullohga kelishini, bolalarim, nevaralarim, chevaralarim, qizlarim, o'g'llarim, jiyanlarim, tog'alarim, bo'lalarim, amakilarim hammani qutlayman kelishga. Sizlarni chaqiraman hoj qilishga. Chaqiraman. Alloh chaqiraman, kelinglar, 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 kelinglar. Bütün jarma xalqini haji jarma bo'lib ketsin. Haji qishloq bo'lib ketsin. Asfaltlar borsin, yo'llarimiz ravon bo'lsin. Qishloqdagi odamlar hammasi boy badavlat bo'lsin. Inomarka mashinalar minib yursin. Yoshlari yaxshi ishlarga, shunday hajlarga keladigan bo'lsin nasib bo'lsa. Men shuni Allohdan so'radim, nasib bo'lsa inshaalloh. Kelinglar, chaqiraman. Chaqiraman, kelinglar, Allohga iltijo qildim. Vatandoshlarim, sizlarga baxt, saodat, umrlaring uzoq bo'lsin. Albatta hoji bo'linglar. Albatta hoji bo'linglar. Subhanalloh, subhanalloh, alhamdulillah, alhamdulillah, Allohu akbar, Allohu akbar. Mana hacimiz devam etyapti. Ziyoratimiz devam etyapti inşallah. Hacimiz ziyoratimiz devam etyapti. İnşallah.